bugungi kungacha hozir armaturani o'ziga 100 ming dollardan ortiq pul ketdi. 1 metr qalinlikda podoshka qismi qo'yiladi. Bu beton ham taxminan 2000 kuba atrofida beton ketadi. Buni ham agar pulga hisoblaydigan bo'lsak, bir 50 ming dollar atrofidagi. Bu ko'rinmaydigan qismi. Hisobda yerda tagida hali bitmagan holatda 150 ming dollar qolib ketyapti. Xuddi shunaqa. Yo'q, bizga bo'laveradi emas. Bizga haqiqiy mustahkam bo'lish kerak. Qilayotgan ishimizdan o'zimiz ham zavqlanaylik. Ertaga baraka topsa, undan bir energiya ham olamiz. Qurib sotib ketish emas maqsadimiz. Shunchaki o'zimga qilayotgandek emas, haqiqatdan ham o'zimizga qilayotgandek yondashuvimiz shunaqa. Baribir odam o'zi uchun boshqacha yondashadi. O'zingiz yashay oladigan uy quryapsiz ekanda. Azbek aka, biznes klassdagi Allianz Avenue turar joy kompleksida qurilish ishlari jadallik bilan davom etyapti ekan. Nima ishlar qilindi shu 2 oy ichida? Xo'p, bugungi kunda podoshka qismi uchun hozir armatura to'qilib, shunga tayyorgarlik bo'lyapti. Undan ko'ra yaxshi ichkariga kirib, o'zingiz ko'rsatganim aniq yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p, hozirgi bu lokatsiyamiz Korzinka supermarketi yaqinidagi, ya'ni tekstilga to'rishdagi biznes klassdagi Allianz Avenue degan shunaqa bir nom bilan boshladik. 2 oycha bo'ldi taxminan boshlanganiga. Mana hozir protsessdagi narsa podoshka qismiga armatura to'qish jarayonida ketyapti. Eng asosiy qismi. Bu binoni, har qanaqa binoni poydevori hisoblangan, bu asosiy qismi hisoblanadi. Endi bizni o'zi umuman har bitta joyiga ahamiyat qaratamiz, ya'ni sifat darajasida, bir tashqi ko'rinish, lekin bunga alohida bir e'tibor qaratishimiz bu o'sha binoni hozirgi aytgandek asosi hisoblangani uchun balki mehnatni ham, sarf xarajatni ham, vaqtni ham ayamayapmiz. Chunki buni kotlovanda ko'ylab bo'lingandan keyin buni pastki qismiga o'sha podoshka qo'yilishidan oldin qilinadigan stяжка qismi deydi. Bu stяжкаdan keyin o'sha gidroizolyatsiyasi, bu narsa ham o'ziga yarasha vaqt talab qiladigan, xarajat talab qiladigan, shunaqa bir qiyin, bir alohida bir e'tibor talab qiladigan jarayon. Bundan keyin mana shu armatura to'qish qismi. Armaturamiz ham faqat rossiyskiy armatura ishlatilyapti. Ya'ni qanaqa talab qilinsa, armaturani secheniasi o'sha talab darajasidagi qanaqa ko'rsatish, ya'ni talab darajasida nima so'ralsa, xuddi mana shu narsalarni ular albatta narxga ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Buni kelib bir ehtimol tekshirsa bo'lar, ehtimol tekshirmas, lekin bizga buni umuman qiziq joyi yo'q. Chunki niyatimiz qilayotgan ishimizni yurakdan, sidqidildan o'zimiz bilaylikki qanaqa zo'r bo'layotganini yoki qanaqa bir mustahkam bo'layotganini. Xullas, bugungi kungacha hozir armaturani o'ziga 100 ming dollardan ortiq pul ketdi. Bu hali oxir emas, hali davom etyapti to'qish ishlari. Bu xudo xolasa to'qib oxiriga yetkazilgandan keyin 1 metr qalinlikda podoshka qismi qo'yiladi. Bu beton ham taxminan 2000 kuba atrofida beton ketadi. Buni ham agar pulga hisoblaydigan bo'lsak, bir 50 ming dollar atrofidagi. Bu ko'rinmaydigan qismi. Hisobda yerda tagida hali bitmagan holatda 150 ming dollar qolib ketyapti. Xuddi shunaqa. Chunki bunaqa razmerdagi yoki bunchalik kvadraturaga ega bo'lgan turar joy binosi uchun endi boshqalarda gapirsam qanchalik to'g'ri bo'ladi? Biz o'sha ancha ko'proq, ya'ni qilish shu bilan ham bo'laveradi degan narsadan ko'ra, yo'q, bizga bo'laveradi emas, bizga haqiqiy mustahkam bo'lish kerak. Albatta. Biz o'sha qilayotgan ishimizdan o'zimiz ham zavqlanaylik. Ertaga bir baraka topsa, xudo xolasa shundan bir energiya ham olamiz, shundan mazza qilamiz. O'zingiz yashay oladigan uy quryapsiz ekanda. Albatta biz batta o'zimiz ham bir nechtasiga xudo xolasa niyatimiz egalik qilish, bir nechtasida yashash. Chunki qurib sotib ketish emas maqsadimiz. Bizni eng nima deydi, izyuminka deydimi, bizni niyatimizdagi o'sha qilayotgan ishimizdagi shunchaki o'zimga qilayotgandek emas, haqiqatdan ham o'zimizga qilayotgandek yondashuvimiz shunaqa. Chunki batta o'zimiz ham yashaydigan bo'lsak, faizli joy bo'lishini xohlaymiz, qo'shnilarimiz yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Masalan, shunaqa joylar bor, juda ham hashamatli qilib qurib, mana o'zimiz Farg'onada ham bir nechta shunaqa joylar bor. Hashamatli qilib qurib bitkazilgan, lekin hali odam to'lmagan. Bir kirsangiz fayzi yo'qdaqa. Har bitta joy fayzi menimcha odam bilan bo'ladi. Albatta. Batdagi o'sha qilayotgan har bitta xatti-harakatimiz, har bitta bir qo'shayotgan hissamiz yoki bir niyatimizdagi asosiy hisoblanadigan narsa, xudo xolasa biz o'zimiz ham shatda bo'lamiz. Baribir odam o'zi uchun
boshqacha yondashadi. Albatta, albatta.